Bir odam doimiy ravishda yuqori intensivlikda va dopamin chiqaruvchi pornografiyani ko'rayotgan bo'lsa, ba'zi odamlar uchun bu A janridagi pornografiya, boshqalar uchun esa bu B janridagi pornografiya. Hech qachon pornografiya ko'rmaydigan odam uchun bu juda oddiy bo'lishi mumkin, lekin bu uch toifani hammasi uchun juda intensiv bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ular uchun chiqarilayotgan dopamin miqdori jihatidan. Endi dopamin dinamikasiga asoslanib biz nima bilamiz? Dopamin bu motivatsiya qidirish va mukofotning umumiy valyutasi hisoblanadi. Bunisi pornografiya, bunisi esa ovqat uchun ajratilgan dopamin yo'q. Bu faqat darajalar va davomiylik masalasi. Agar kimdir muntazam ravishda yuqori dopamin chiqaruvchi pornografiyani tomosha qilsa, nima bo'ladi? Dopamindagi pik o'zgarishi kamayadi. Bu past va yanada pastroq bo'ladi va pornografiyani ko'rgandan keyin yanada intensiv tajribalarni izlay boshlaydi. Shunchaki o'zini tezda boshlang'ich holatiga qaytarish uchun. Bir vaqtlar uni junbushga keltirgan pornografiya endi ularni unchalik junbushga keltirmaydi. Bu yerda xavotir shundaki, biz faqat pornografiya tomosha qilish haqida gapirmayapmiz. O'zimizga savol berishimiz kerak. Odamlar pornografiyani tomosha qilishayotganda nima qiladi? Bu barcha turdagi qadriyatlar va hokazolar bilan bog'liq. Bilamizki, organizm bu dopamin bilan bog'liq hodisa va organizmdan keyin miyada prolaktin deb nomlangan molekula miqdori ortadi. Prolaktin aslida qisman erkaklarda ereksiya va orgazm bo'lishi mumkin bo'lmagan tiklanish davrini belgilaydi. Ayollarda esa bu asosan har xil. Menimcha bu haqda doktor Riyena Malik mendan yaxshiroq gapirishi mumkin. Ayollardagi turli xil orgazmlar haqida va hokazo. Ba'zi odamlarda bir necha marta orgazm bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Ko'pincha ishonchli fikr bu har qanday odamda mumkin. Erkak va ayollarda farqi yo'q. Bu ko'proq ayollarda erkaklarga qaraganda odatiy holat deb aytiladi. Masalan, asosiy nuqta dopamin va prolaktin odatda tartib tuzilishi yoki osillat munosabatida bo'lib, pornografiya va shunga o'xshash narsalar dopaminni oshiradi. Ammo bunga takroran duch kelish dopaminda katta va uzoq davom etadigan pasayishlarga olib keladi. Shunday qilib, yana hayajon tuyg'usi hosil bo'lishi uchun ko'proq stimulyatsiya kerak bo'ladi. Hayajon. Biz shuningdek prolaktin ortganida odatda dopaminning kamayishi yoki susayishi holatini yaratishini bilamiz. Men bu atamalarni keng qo'llayapman. Bu holat motivatsiyasiz holatga o'xshaydi. Buning biologik sabablari bor. Fikr shundaki, hayvonlar yoki odamlar takroran jinsiy aloqa qilmasliklari kerak, kamida bir muddatga. Tiklanish davrining davomiyligi juda shaxsiydir. Bu yoshga turga qarab belgilanadi. Solidga effektidan xabaringiz bormi? Postnet to'g'risi bilaman. Bu haqda bir hikoya bor. Solidga effekti neyroendokrinologiyada ma'lum bir hodisa hisoblanadi. Prezident Calvin Coolidge xotini bilan birga tovuq fermasiga tashrif buyurganida, fermani ko'rayotgan paytida juda ko'p tovuqlar bor edi. Ularni ko'rsatayotgan gid, mana bu xo'roz kuniga 300 marta jinsiy aloqada bo'ladi, dedi. Bu juda ajoyib, dedi Mrs. Coolidge va prezidentga qarab, eshitdingizmi, kuniga 300 marta ekan, dedi. Prezident Coolidge, sizdan bir savol so'rayman, dedi. Bitta tovuq bilanmi yoki ko'p tovuqlar bilanmi? Gid ko'p tovuqlar bilan deb javob beradi. Endi bu hodisa Solidga effekti deyiladi. Bu kemiruvchilarda, parandalarda, itlarda mavjud. Odamlarda mavjudligini bashorat qilish mumkinmi degan savol tug'iladi. Ya'ni, agar hayvon jinsiy aloqada bo'lsa, erkak tiklanish davrida bo'ladi. Bu vaqt minutlardan soatlargacha, hatto kunlargacha davom etishi mumkin. Yoshga, turga va boshqalarga qarab. Ushbu tiklanish davrida ular yana ereksiya yoki eyakulyatsiya qila olmaydilar.
Agar juftlikni yangisi bilan almashtirsangiz, tiklanish davri sezilarli darajada qisqaradi. Nima uchun? Bu savolga aniq javob berish mumkin, chunki miyada dopamin o'lchovlari bor. Nima uchun? Chunki dopamin yangilik bilan ham bog'liq. Endi tiklanish davri ehtimoliy ravishda muhim evolyutsion rol o'ynaydi, chunki u juftlikni bog'lashni yaxshilaydi. Men erkaklar va ayollar uchun ham bu yerda o'zaro almashinadigan tarzda gapiryapman. Eyakulyatsiyani eshitganingizda odam erkaklarni o'ylaydi va hokazo. Jinsiy aloqadan keyin xursandchilik, juftiga mehr ko'rsatish, uxlaydigan yotoqni baham ko'rish, bu narsalar katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun men refraktor davr yomon narsa deb aytmayapman. Men aytmoqchi bo'lganim, dopamin tiklanish davrini yengib tiklanishi mumkin, ammo refraktor davrini o'zi asosan prolaktinning ortishi sababli dopaminni bostiradi. Shunday qilib, porno haqida savolga qaytsak, odatda qanday holat yuzaga keladi? Bu men ko'p o'ylashni xohlamaydigan narsa bo'lsa-da, siz ba'zi bir odamning o'z uyida kuchli dopaminni rag'batlantiruvchi porno ko'rayotganini tasavvur qilishingiz mumkin. Unda ular ehtimol aroused bo'lishadi yoki bo'lmasliklari mumkin. Vaqt tiklanishi bilan bu ularni kamroq qiziqtira boshlaydi. Va shuni yodda tutingki, bularning hech biri haqiqiy dunyoda odamlar o'rtasidagi xavfsiz o'zaro aloqalar bilan bevosita bog'liq emas. Haqiqiy dunyoda porno juda boshqacha. Shunday qilib, internetda yuzaga kelayotgan hodisa mavjud. Nima demoqchiman? YouTube'dagi izohlar bo'limidagi podkastlar forumlarida ko'p savollar berilyapti. Porno xavfli emasmi? U yomonmi? Va hokazo. Menimcha biz aniq aytishimiz mumkin bo'lgan narsa shuki, har qanday xulq-atvor, har qanday moddalar ko'p dopaminni rag'batlantiradigan va osonlik bilan hech qanday harakat talab qilmasdan erishilishi mumkin bo'lgan narsalar potensial muammo tug'diradi. Yana bir bor aytaman. Dopaminni sezilarli darajada oshirish, agar buning uchun harakat qilinmasa, potensial muammo bo'lishi mumkin. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.